Nimaga bahor hali ham kelmadi? Axir allaqachon daraxtlar gullashi kerak edi-ku. Buvijon, bahor nega hali ham kelmadi? Qizim, bahor ham, Navro'z ham shunchaki kelmaydi. Uni odamlar o'zlari yaratadi. Yerga urug' sepib, ularni unib o'stirganimizda, hovlilarga, ko'chalarga daraxt ekkanimizda, sumalak pishirib, mehrimizni ulashganimizda, ko'nglimizda va atrofimizda bahor uyg'onadi. Buvijon, sumalak qanday bo'ladi o'zi? U qanday taom? Sumalak shunchaki taom emas, qizim. Bu bahor, sabr va mehrni o'rgatadi. Avval sabr qilasan, tun bo'yi kutasan, keyin mehr qo'shasan. Yolg'iz emas, hammaga ulashasan. Eng oxiri esa ishonch qo'shasan. Chunki yaxshi niyat bilan qilingan ish albatta shirin chiqadi. Ko'rdingmi, qizim? Bahor faqat tashqarida emas. Uni biz o'z qo'limiz bilan yaratishimiz mumkin. Bahor bizning qo'limizda va qalbimizdadir. Bahor, ya'ni qalb bayrami muborak, azizlarim.